Assalomu alaykum birodarlar, yana bir bor. Do'stlar, tuxum yog'i nima uchun qimmat degan savolga bir javob beraman. O'tin ketadi. Mana oddiygina shu 90 ta tuxumni bosib bir qopdan shaqqa quritish jarayonidan qo'yapsizlarmi? Hidi yomon badbo'y bo'ladi va hamda boshqa buni yezib turiladi. Yog'i yaxshi chiqish uchun. Boshqalarda borku 50 grammi 200 ming, 300 minggacha hali ham hisob bilan sotaman. 55 grammini 100 ming sotaman bor edi. Suyak bug'um kasallik, og'riq, pay uzilishlari, chov grijasi, bolalar siyib qo'yishi, oshqozon yarasi, stomatit, oqdoq psoriazni davosi o'rtoqlar bu. Suyak bug'um og'riqlarida chov grijasi, pay uzilishi, gemorroy, oshqozon yarasi, stomatit, psoriaz, oq dog'larni davosi xudo xolasa o'rtoqlar bu. O'rtoqlar faqat ehtiyot bo'lasizlar. Tuxum sariqqa qaraydigan vaqti dutab ketadi. Ko'z ilg'amay qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lmasangiz yonib ketadi. Mana ko'rasizlar? Yog'i chiqdi. Ana shu suyuq bo'ladi, juda suyuq bo'ladi. Ana shu haqiqiy yog'. Do'stlar, barchangizga yoqimli ishtaha. Xullas, barcha dardga davo mana tayyor. Xullas, buni mushtar ham navbat bo'lmaydi. Naslarim yo'qmi hozir ana shu barmog'imning ustiga tuxum yog'i to'kildi. Lekin shishib suv bog'lamaydi. Sababi ana shu yog'ni o'zi kuyishga davo etsam ishonasizlarmi? Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat, xayr, asosida o'zingiz asrang.